Beruniy metro bor-ku, o'sha yerda Alpomish bor. Hamma biladigan, bilsanglar kerak. Men ham o'sha to'g'risida 243 maktabda o'qiganman. Budlarni yoshligimdan bilaman. Zo'r ko'cha bo'lib ketibdi va o'sha zo'r ko'chaga keng plov ochilib, yana ham zo'r bo'lib ketibdi shu joy. O'zi bilasizlar, o'zbeklarning qalbiga faqat osh bilan yo'l topsa bo'ladi. Ana endi mana atmosferani ko'ring. Voydod, любой odamni olib kelsangiz, uyaltirmaydigan atmosfera bo'libdi. Ana endi oshni bitta yeb ko'ramiz-da. Ovqatni mazasiga ham baho beramiz. Hech bo'lmasa har juma sinfdoshlar, og'aynilar yig'ilib bir joyga borib turish yo'q bo'lib ketyapti. Yo'q, shuni yana tashkil qilish kerak. Mana, keng plov bor shundoq Beruniyda. Qaysidir sinfdoshingizga choyxona palov, qaysidirgadir zig'ir osh, kimgadir to'y oshi yoqadi. Hamma xili bor ekan. Hozir mazasini bitta ko'ringlar, o'sha sinfdoshlaringizga tarqatib qo'ying. Balki shu bahona insof kirib qolib, birga kelishar. Voy, go'shtlar ham voy, shu yumshoq ekan. Gap yo'q. Shunda ham kelmasangiz-chi, odam emas ekansiz. Lokatsiyani bilib oldingiz. Shunda Alpomish muz saroyi orqa tomonida. Stankalar ham bemalol ekan. Korzinka bor-ku, o'shani to'g'risida-da. Choyxona palovni ham bitta yeb ko'raylik. Agar siz ungacha shu videoni sinfdoshlaringizga shundoq tashab qo'ying. Bu yani umuman boshqacha maza. Gap yo'q.